Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Sihat salomatmisizlar? Bugungi obzorimizda 4 qavatli kirpishli domni 4-qavatdan 3 xonali umumiy maydon 80 metr kvadratdan iborat bo'lgan bitta fayz barakatli xonadonni narxini sindirishga keldik, короче. Narxi 41.500 dollar. Aynan shu ko'rsatgan uyimiz narxi где-то adashmasam 120 kuncha oldi. 43.500 edi. Arzon uy-joy narx sindirishda davom etadi. Nasib bo'lsa bizlar ko'rishda davom etinglar. Bozorga ta'sir qilyapmizmi yo'qmi bilmaymiz. Biz o'zimiz uchun xursandmiz. Chunki buni uyda narxi ancha-muncha tushib qo'ydi. 2000 AQSh dollar, 2,5 AQSh dollar pastda narx tushyapti. Kesalaring yana savdochasi bor. Aynan shu ko'rsatilgan uyimizni ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilib olishlari mumkin. Jigarjon, ancha like bosadigan joyingiz keldi. Shu joyga bitta pauzani bosib, like yozib, kommentariyani bomba qilib portlating. Video davomida uyni ko'ramiz va baho beramiz. Manzilni aytsak, manzil Buxoro shahar, Chinor restoran deb kelasizlar. Prizaskir, bilasizlar, sami zo'r joyda. 5 mahal azon navozat inshaalloh eshitilib turadi. Domimiz ham kirpishli tem bo'ldi. Keling, ko'ramiz va baho beramiz. Xo'p, podyezdlari ham akkuratligini, hamshira ham juda ham ahil va inoq. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, podyezd yuzida bor yo'g'i ikkita qo'shni bor. Ya'ni bu juda ham yaxshi proyekt bo'lgan. 3 xonali, 2 xonali bo'lib ketavergan. Qanaqadir ortiqcha va g'arshugur bo'lmaydi. Podyezdlarimiz ham akkuratligini. Zinalari ham baland-baland emas. Past-past zinachalar. Ko'rasizlar va baho berasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, nasib bo'lsa uyni ko'rib baho beringlar. 2 taraflama proyektga, 3 taraflama proyekt desak ham bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsalar, balandligi juda ham balandgina, past-past uy emas, ayotga laminat qilingan zalimiz. Birinchi xonamiz zalimiz. Konditsionerlar mavjud. Tepasida gipskarton yo'lida ishlov berilgan. Turetskiy radiatorlarni joylashtirib qo'yibdilar. Oynalar 2 qavatli akvaplatformadan turibdi. Ko'rib turgan barcha narsalarga qoladi. Zal ham 6 ga где-то 4 chiqib qoladi. Ana bu joyda kichkina to'ylarimiz yotoqxonasi. Kichkina to'ylar yotoqxonasida oynachalari mavjud. Va alohida bo'lgan sanuzol qismi. Sanuzolda ham ko'rishlari mumkin. Plastik qilib qo'yibdilar. Ana bu joyda hojatxona qismi. Ana bu joyimizda esa, hop, kattalar yotoqxonasi juda ham keng va kattagina. Bu qismda ham konditsionerlari mavjud. Bu konditsionerimiz ham qoladi. Hamma narsa qoladi ishqa. Ancha yaxshi narsa deyman. Ana bu joyda juda ham keng bo'lgan cho'y uchun zona tashkil qilib olsalar, juda ham chiroyli chiqadi. Bu qismda fonli remont berilgan. Suvdan mo'l bo'lmasligi uchun asoscha qo'yib ketganlar. Ana bu joyimiz 6 metrli balkonimiz. 6 metrli balkonimizda uyda issiqlik tizimini yaratib berish uchun dual konturli kotlovni joylashtirib qo'ygan. Nima deyapsizlar? 41.500 AQSh dollarga arziydimi, arzimaydi? Arza, like ayamasdan bo'lsanglar, bo'lmasa kommentariyani bomba qilib portlatib. Bizlar qo'ldan kelgancha harakatlarimiz, bizlar mehnatimizni qadrlaysiz. Like va obuna bo'lib, videomizni do'stlaringiz bilan ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yaxshi kunda ko'rishguncha.